الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 154 oyatiga keldik. Alloh subhanahu va taolo yana Uhud urushi haqida so'zlayotdi. Uhud urushidagi ibrat savoqlarni bizga texmi tafsili har bir masala, har bir voqea, har bir manhaj, yo'l, prinsip haqida tafsili to'xtalyotdi. Bugungi darsimizdagi mazmunmi o'xshash Alloh subhanahu va taoloning ilgirki darsligiga o'xshashlar Uhud urushidagi ba'zi tafsilotlar. Hemen bildik, Uhud urushida yüz bergen işler yüz berdi. Uhud uruşu ameliyette ma'lum bir top kişilerninki mağlubiyeti hesaplansa mı İslam noktasında, İslam'ın nemesi galbisi hesaplanırdı. Bu meseleler bugünkü dersimizde biraz aydınlaşırdı. Qarab bakayla estaizu billah thumma anzala aleykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ayet biraz uzun başka ayetlerine nispeten. Avval kısaca bir tercüme qilib o'tay oyatlarni qarindoshlar. İlgirki ayette mazmun şu vaqtdagi jang maydonidagi ahvolni tasvirlab, nihoyat ig'ir darajada bir g'am bosqanlik, hammalarning kallasiga bir xil qo'rqinchning kirganligi. Chunki bir urushdan keyin nurg'un o'lim yetimlar bo'ladi, shahidlar biriladi, masalan, qonlar to'kiladi. Uning ustiga mag'lubiyat shakli o'rtaga chiqadi. Bu noktalar insanda tabii bir xil qo'rqinchni shu vaqtda ig'ir darajada bir jiddiychilik ahvoli paydo qiladi-da. Buningdan keyingi ahvolni tasvirlab Alloh subhanahu va taolo da'vatida shundan keyin Alloh sizlarga deydi. G'amdan keyin bir aminlik, xotirjamlikni tushadi, ya'ni uyqu shaklida. Yani mügdeş şekilde bir xil mügdeş uyqu verdi. Bu uyquning ustiga hamma odamga, jangdagi butun odamlarga emas, oranglardan bir bo'lakka tushdi deydi. Bir bo'lakni o'ziga oldi bu deydi. Ammo yana bir bo'lakchi qaranglamayda bir bo'lak jamoat, shu jangning ichidagi kishilarni ikkiga bo'lyapti, ha? Yana bir bo'lakchi desa, ularning o'zi bularning eng cho'ng g'ami bo'lib qolgan. Bayo g'ami o'zi bo'lib qolgan. Bular Alloh haqida noto'g'ri o'yladi buludu, xuddi jahiliyat tuyg'usida. Buning tafsilotiga sal turib kiramiz. Bular deydi-ki, hallana minal amri min shay. Oyatning tarjimasini ikki xil qilishga bo'ladi. Ya'ni biz bu jangda bir narsaga erishalamdik yo'qmi? Biz bir narsaga erishamedik degan shaklda. Yoki bo'lmasa biz bu jangga kirishda bizning fikrimiz ilinmagan, biz kirmayil degan ma shaklda. Alloh subhanahu va taolo bularga raddiya berib deydi-ki, qul ishning hammasi Allohga oid. Sizninki ne g'albaga erishish, g'albaga erishamaslik, g'animat elish, ololmaslik sizlarning qo'lingizda emas. Bu bir. Agar ikkinchi darajaga olsak, jangning bo'lish bo'lmasligi Allohga oid ishlar. Ular o'z qalblarida sana oshkorlamaydigan nurg'un narsani yoshiradi. Bular deydi-ki, agar ishdan azroq bir narsa nasiba bizning olgan bo'lsa, o'xshash ikki xil tarjima qilindi bayatdan o'xshash. Ya'ni biz g'alba qilgan bo'lsak, g'animat elish fursatimiz, ya'ni bu yerda bir imkoniyat biz uchun bir yaxshilik olgan bo'lsa, maqotilna hahuna bu yerda o'ltirilmaydik. Bu bir xil tarjima. Yana birisi, agar bizning fikrimiz azroq ilingan bo'lsa bu jang haqida, bizning taklifimiz qabul qilingan bo'lsa, jangga kamaytdik, o'ltirilmaydik. Bu ikkinchi tarjima. Bunun bir raddiya Allah subhanahu wa ta'ala dangi Muhammed aleyhisselam eğer uyanladı boğan takdirinladı mı? Şu ölüm, yani öldürülüş,
üstüge pütülgen insanlar öldürüldüğü yerine ahir bardı. Takdir şu, ecel şu. Bularning hammasi, bu jang Uhud'dagi bu bo'lgan voqealarninki bo'lgan jarayonlarning hammasi nima uchun desa, waliyabtaliyallohu ma fi sudurikum. Alloh sizlarning qalbinglardagini imtihon sinov qilish uchun va qalbinglarning iqini oq qorinni qirqib ayirish uchun. Alloh qalbdagilarni eng obdan bilguchi. Oyatning qisqa tarjimasi bu qarindoshlar. Oyatning 5-i anzala so'zi bilan boshlandi. Biz ilgirki nurg'un oyatlarda anzala degan so'zni ustidan ostiga tushadi. Ya'ni bir sabab nuqtasidan emas. Uning hech qanday bir sabab ishlatmay turib, Alloh biyos o'zining qudrati bilan ustidan pastga tushaganini anzala deb bir tushundirgan ismda. Ya'ni bu yerda moddiy sabab yo'q. Yoki inson qonun, inson normal odatlangan qonuniyat emas. Mush şekilde tushdi degan ma'no chiqdi, tushadi degan ma'no chiqadi. Chunki hamma bilasizlar, uyqu insonning tirik jinva odamga keladigan bir arzi ahvol, bir hodisa. Uyqu inson hayotidagi muhim bir hodisa. Uyquni nima talab qiladi? Nima uchun insonning uyqusi keladi deganda, badanidagi kimiyalik bir o'zgarishlarning talabi insonning uxlashini talab qiladi. Hazır kadar insanın bedendeki bu kimiyalik özgürlükler hesapta. Hazırlıklı doktorlar bedenin tazılınışı ile çıkardı bunu. Bunun alakalı asli mahiyeti de hazır kadar nememez, inetemez. Ama biz düşünebildiğimiz en çok nokta uyku insanın bedenini hareketten toxtutudu. Mesela insanın bedeni bir hareket kılıvatkan bir neme o? Bir üskünüge okşaydı. Mengesi işleydi, göz kurudu. Kulak anlaydı, his duyguları his kılıdı. Muşa hareket kılıvatkan bütün bedendeki ezalara bir enerjiye lazım. Bu enerjiye tügüge vaxtıda, nemdeydi? Yok, ben işleyemeyime deydi. Şu vaxtıda. Kıllı işlemeydi. Köz yumulup gidiyordu, kömeydi. Kulakı gep kirmeydi. Şu vaxtıda ben emdi işleşki yaramayma. Ben kana kılışım gerek, toxtuşum gerek. Yani qaytadan energiya ishlab chiqarish kerak. Menga energiya lazım deb, bular hammasi ishdan to'xtaydi. Mana buning o'zi uyqu haqida bizning tushuna oladiganimiz endi. İnson badanidan esonildi bo'lsin, sirtqa chiqib ketadigan bir qoldiqlar bo'ladi insonning, masalan, quloqdan, ko'zdan, burundan va boshqa shaklda chiqib ketadigan qoldiqlar bo'ladi. Va badanda ma qoldiqlardan boshqa sirtqa chiqib ketmaydigan. Ama o'zaro badanning tangfonligini saqlaydigan, taxminiy qilgan vaqtda kimyoviy tangfonligini, kimyoviy harakatiga kapolatlik qiladigan bir nimba nurg'un narsalar bor badanda. Bilamiz hamdalaqi insonning bunda harakat qilishi, ko'zlarimizning midirishi, boshlarimizning midirishi, qo'llarimizning, putlarimizning midirishi hammasi harakat. Bu harakatning bir energiya qana qilish, sarf qilish bir talabi bor. Energiya köydürdü hammasi. Mushu energiyaninki qoldiqlari, köygan energiyaning qoldiqlari suydik shaklda, cho'ng tahorat shaklda, masalan, hele burundan chiqqan narsalar shaklda, quloqdan chiqqan kirlar shaklda, ko'zdan chiqqan chapaq shaklda insondan chiqib ketadi. Va bundan boshqa insonning badaniga chiqib ketmay, bunda insonning badaniga o'zlashib ketadigan bir narsalar bor. Mushu narsalar endi faqat uxlagan vaqtida andinkin qanaqlalaydi o'zaro badanga kirishalaydi va kimiyalik tangponlikninki harakat o'tishi tam uyqu bilan boshlanadi. Mana insonda kamda dal mushu ahvol insonning uyqusini keltiradigan ahvol deb tushunalaymiz eng yuqori shaklda. Ya'ni insonning uyqusining kelishining moddiy sababini bu deb tushunsak bo'ladi. Inson bir kunda herib, charchab, kunlik energiyasi tugab bir yerga borganda uyqu tutadi. Endi kallada g'am bor. İchki jihatda qattiq jiddiylashib ketgan odamni aslo yuqoridagi ishlar qanaqamaydi, qilma, ya'ni inson uyqusi kelmaydi vaqt. Shuning bilan inson uyqusi kelmaganidan uxlamaydi. Energiya tugaverdi. Ama insonning kallasiga g'am, insondagi jiddiychilik uxlatmaydi. Shuning bilan badandagi harakatlar
normal şekilde tamamlanmaydı. An uxlamagan, g'amigan insonning asta ojizlashib ketishining sababi bu. Badanda energiya ishlab chiqarilib, normal holatga kelmaganligi uchun. Endi bayatdinqi jangning ahvoli sangli bo'lsin, tam o'sha ahvol. Inson uxlayolmaydigan bir holat aslida. Uxlamaslik kerak bular, uyqu tutmaslik kerak. Masalan, tasavvur qilib boqinglar. Biz bir jangning ichida qarshi tarafdami qurol bor. Hem jang degan 24 soat urushmaydi. Bir hujum o'tadi, chekinadi, bir urushadi, chekinadi. Balkim shunday ahvollar, shunda bo'lsa-mu, dahi dushman to'liq ketmagan, tahdid ko'z oldida sangilab turayotgan bir holatda hech kimning ko'ziga uyqu kelmaydi. Ya'ni uxlamaslikning o'zi bayatim deganimizdek badanni ajizlashtiradi. Ana shu Alloh subhanahu va taolo oyatda nima deydi desa, mu'minlar shu jangdagi bir bo'lik kishilarga eminlik qana qilish uchun, birish uchun, xotirjam qilish uchun, butun badan tangpongligi, badan harakatlarining normal bo'lishi uchun, kayfiyatining normalga tushishi uchun uyqu ato qildi deb buni ne'mat sifatida ibodatni biz degandek moddiy insonning badan ehtiyoji tufaylidan emas. U ekilenmeydi bunda vaqtimda qo'rqinish ichida. Faqat bevosita Alloh subhanahu va taolo normal inson qonuniyatining ustiga halqagan bir şekilde rahmet yüzünden mu'minlarga nima tushaganligini, uyqu, mugudashni tushaganligini oyat qana qotdi bizga bayon qilyapti. Shunga anzalahu, yani anzala ifade. Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan degan shaklda anzala tushadi de. Yani Allah subhanahu va taolo osmondan mu'minlarga shuna bir rahmatni avatdiki, ma rahmatini, uyqu rahmati, müqaddas rahmeti aşağıda acayip bir xil g'amga tushib qolgan, jiddiychilik, iztirobning ichiga tushib qolgan kishilarni o'zining shu holatini qanaqada qutqizdi. Mayli ruhiy holatga jiddiylikdan qutqizdi, jismoniy jihatdagi ojizlashib ketishdan qanaqildi qutqizdi. Shunga sahabalarning ba'zisi Abu Talhaga o'xshash shuna rivoyat qiladi. Biz Uhud kunligida shunda jang maydonida qo'limizda qilich turib, jiddiy bir tug'an ahvol ostidami uyqu şu kadar düştü ki kılıç kolumuzdan çıkıp gelse yine alattı, yine çıkıp gelse yine alattı deb maçta tasvirlavatıdı şu meydanını. Yani bu Uhud meydanındaki uyku insandaki tabii hadise emas, belki mecburi hadise. Allah bir vasıta üstüden düşen hadise. İnsan qanaqdır bunda yerip çarçap bedeninin talebi yüzünden kelgen uyku emas bu. Osmondan bir vasıta düşen nima uyku. Tabii ki osmondan düşen uyku olgan ekan bu insan ehtiyojli qo'ygan jiddiy bir talabini qana qilish uchun, urullash uchun, insonga rahmat qilish uchun tushgan bo'ladi. Bu jangdagi bir bo'lik kishilarning ahvoli. Nima uchun bir bo'lik deymiz? Chunki oyatda yag'isha taifatan minkum aranglardagi bir bo'likni bu uyqu qopladi, uyqu o'ziga oldi. Ma'u haqiqiy jang maydonidagi saf niyat, manhajni chaqnamagan kishilarning ahvoli bu mu'minlarningki. Amma jang maydonidagi munofiqlik qilib yoki chin qalbining kelmay bu jangga endi chiqmasak qanday bo'lar? Nimda bu bir musulmonlar qatmizgan endi ig'izimiz do'simi degan shaklda kelgan munofiqlarning ahvoli-chu desa, bular jangdagi mag'lubiyatdan avvalo yegandek cho'ng g'am qilib ketmaylik. Avvalning qalbidagi cho'ng g'am yo'q. Çünkü bunun yamana kelsa ilgili dersde dedik ya, yenip ketimiz dinimizga. Ma şekilde ahval var bulda. Bu bir ahval. Hatta bular ko'nglining tigida qanaqalar xushalliqliq mag'lubiyatdan. Endi bularga Alloh subhanahu va taolo a shakldagi uyquni qanaqimchi balki buni o'ziga tashlab qo'ydi. Nima ishqa? Chunki bular Allohning qurg'inda emas bular. İslamning manhajiga ergashgan kishilar emas bular. Ixlos bilan Alloh tarafiga o'zini olgan kishilar emas bular. Alal aqal İslam fikrida o'rtoqlashgan kishilar emas. Bularning ig'izdagi gapidan boshqa butun tug'an turqining hammasi boshqa bir insonlar bular. Shunga Alloh subhanahu va taolo bularni o'z holiga qanaq qo'y tashlab qo'ydi. Bularga uyqumi tushayamidi, muqaddas eminlikmi tushayamidi? Ando'g'an ekan bularda uyqu eminlik bo'lmagandan keyin nima bo'ladi bularda desa, an jiddiychilik boshlanadi.
Gerçi mag'lubiyatdan mu'minlarninki ayat uçurgan talapıdan ko'ngilning tigida xo'sh bo'lsa-mu, lekin endi ishlarning surilishini ko'ra biz qanday qilamiz? Chunki buning o'zi bunun eng cho'ng g'amiga aylangan. Oyatga qaytadan qaraylik saboqdoshlar. Qad ahammatuhum anfusuhum. Bularning eng cho'ng g'ami kim bo'lib qolgan? O'zi bo'lib qolgan. İnsan Allah'a haqiqiy ishonganida, islomni haqiqiy qabul qilganida Allah bilan bir to'xtam tuzgan bo'ladi. O'zini Robbi uchun satgan bo'ladi. Yani to'xtamda o'zini Allohga bergan bo'ladi. Allohning bermoqchi bo'lgan mukofotini olgan bo'ladi. Ma haqiqiy mu'minning ahvoli. O'zini Allohga satdi degan gap, bu yerda bir iymon to'xtami bor degan gap, iymon savdosi bor degan gap. Bu iymon savdosi hamma yerda o'zining rolini joriy qildiradi. Jang maydoni bo'lasimi, xiyoliga o'zi kirmaydi. Jang maydonida hatta. Chunki buning bir davosi bor, bir to'xtami bor, bir savdosi bor buningki. Shu uyqudan uyg'ongandan keyinmi, uyqu vaqtida tamam bir mezgil o'ziga ega emas inson, mu'min, musulmon. Uyqudan shunda uyg'onsa, yana shu to'xtam, iymon to'xtami, iymon savdosiga qanaqa bo'ladi, qaytgan bo'ladi. Iymon savdosiga qaytdi degan gap, o'zini Allohga satdi degan gap kimning o? Allohning. Kimning himoyasida bo'ladi? Allohning himoyasida bo'ladi. Ano'gan kim buni Alloh tashlab qo'ymaydi. Har xil shaklda uni qo'g'day, hatto qalbidagi qo'rqinch, jiddiychiliklarni tatib, hammani Alloh ko'taradi. Bayatdan qoyatning beshidagi hatto uyquni eminlik bir shaklda tushirib bularga xotirjam qilgan o'xshash. Ammo endi masodining sirtidagi kishilarcha Alloh subhanahu va taolo bularni o'ziga tashlab qo'ydi. Chunki bu sodining ichida emas, to'xtamning ichidan chiqib ketgan insonlar bular. Shuning bilan bularningki bayoq g'ami kim bo'lib qoladi? O'zi bo'lib qoladi. O'zining ishini o'zi bitirib qiladi. Bu men bayatdan degan iymon to'xtamining masalasimi? Sura Tavbaninki 111-oyatida bayon qilinadi. Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Alloh bilan mu'minning o'tirishida bir savdo bor. Allah mu'minlardan ularning jonlari, mollarini oladi. Ve bularga bunun bedeliga nima beradi? Jannatni beradi. Oyatning oxirigacha ko'rib baqsanglar bo'ladi. Ya'ni Allah mu'mindan mu'minni sotib oldi degan gap, mu'min kimning? Allohning. Ano'nki mu'min o'zi haqida bak o'ylanmasa bo'ladi. Bu jangga iymon to'xtami bilan kirish kerak. To'xtamning taqozosi shu. To'xtamning taqozosi yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna va yuqtalun. Allah bilan tuzgan iymon to'xtamimizninki talibi jangga kirish. Bu shu jangga o'zini o'ylab emas. Men Allohni olib bo'ldim. Allohning qilgan bir buyruq qilyapti. Bir yo'li qilyapti, shu yo'l yuzidan kiraman deb qanaq kiradi, o'zi asla kallasda bo'lmaydi. Ammo yana bir turlik insonlar shu. Yana bir septik insonlar. Buning bayoq g'ami o'zi jangga kirishdimi o'zini o'ylab kiradi. Kirmasam qanday bo'lar? Mahaq nimda? Endi haqni orasida yashaydi ekanmiz. Endi haqdan ayirib qolsak bo'lmas. Mao jangga kirgan vaqtimi o'zini o'ylaganlik. Jangning natijasi qanday chiqsin, yana o'zini o'ylaydi. Shuning bilan an bo'ladi jiddiychilik, iztirob, qayg'u, qo'rqinch shu vaqtida boshlanadi shu vaqtda. Bir narsa ming xil ko'rinib bularga g'am, vasvasa, vahima shu vaqtda bularni qanaqa qila boshlaydi. Bearam qilishga boshlaydi. Qalbidagi xotirjam emas. O'ylab insonning qalbi o'zi insonni xotirjam qilmasa, mashg'ul qilib qo'ysa, endi nima deymiz endi? U inson rohatdan hech narsani o'qmaydi. Na uyqu, na mug'dash, hech nima kelmaydi uningga. Şoňaşqa Ali radiyallahu anhu'nun bir ağız gepi var. Şäde men şunu sizlerge hikaye qilib berişni to'g'ri topdim. Ali radiyallahu anhu'dan manda bir sual soraldı. Allah'ның qo'shunininki eng kuchli qaysi? Yani insonga birildigan, inson agar unga qarshi kelib qolganida, insonni eng azoblaydigan, eng qattiq qo'shuni qaysi degan vaqtda Allah'ның qo'shunining eng qattiqi 10. Birinchisi yuğan tağlar. İkincisi tağını keseleydiğen tümürler. Üçüncüsü tümürünü eritadigan ot. Dördüncüsü otunu uçuradigan su. Beşincisi
şu suni epkiladigan bulut. Altıncısı şu bulutni uyoq-buyoq apiradigan shamol. Ondan keyin yettinchisi şu shamolning oldini ola oladigan inson. Ondan keyin insonning ustidan g'olib keladigan masalan maslik, uyquga o'xshash ishlar. Uyquning ustidan g'olib keladigan nima g'am deydi. Unda deb oxirisida Allohningki qo'shunining eng qattiqi g'am degan bir qiz gap bor. Mushu gapning o'zi nimani ifodalaydi desanglar, insonni vayron qilgan eng cho'ng narsa g'am. Hozir bugungi kunda bu psixika degan bir atalg'i bilan psixika sohasida insonning ruhini ko'taramiz, psixikasini o'xshaymiz deydi. Hammasi nereden chiqqansa g'amdan chiqqan narsalar. İnsonni vayron qildig'inimi g'am, alg'a ilgarilatadiganimi ham nima g'am. Bu narsa bek muhim. Ya'ni g'am insonning ruhiga kirgan vaqtda bo'ldi, Allohning eng qattiq qo'shiniga uchrab, askariga uchrab qolgan bo'ladi inson. Turli shaklda kiradi bu g'am. Bir ishni murakkab shaklda tasavvur qiladi. Bir voqeani xilma-xil rangda, xilma-xil shaklda o'ylaydi. G'am uning butun hissiyotini har bir nuqtada qana qiladi, epkitadi hissiyotini. Endi ma oyatga tilg'an hiliqi odamlar, Alloh aminlik uyqusini bulug'i cho'g'izmagan odamlar dal bularni o'zining nafsi eng cho'ng g'amga tashlab qo'ygan bular. Mu'minlar bayatni deganimizdek Alloh o'zini satgan, Alloh mu'minni setib olgan. Bular Allohning himoyasi ostida. Qanday shaklda olsun Alloh buni har jihatdan qo'g'daydi, xotirjamlik va boshqa jihatdan. Endi Mavla bu so'zning sirriga degandan Alloh bularni tashlayapti, o'ziga qo'yib qo'ydi, bular kelgusini kutib olsa bo'ladi. O'zininki nima bo'lganligini o'zi kutib oladi bular. Ammo mu'minlarcha Alloh qo'ydi, boshqa narsa emas. Şu o kadar xotirjamlik var ki mu'minning eng qiyinchilik holatlarda sirtdan qarg'an odam, ma tugashdi deydi, ammo mu'minga nisbatan shunday xotirjamlik, chunki u Allohga qo'ydi u. Buning aytisini Allohga qo'ydi, kelgusini Alloh qo'ydi, qiyinchilikning hammani Alloh qo'ydi. O kadar xotirjamlik. Ammo o'ziga tashlab qo'yilgan kishilarcha hammani o'zi bitirab qilish uchun o'zi oldiga chiqadi, natija o'rtada bo'ladi shundan. Endi mu'minlar şu jangda xatolashdi dedik ya ilgari darslerimizda mi? Ammo mu'minlar o'zining mu'minlik holatini saqlab qolgan. Shu Alloh bilan bo'lgan sodisini saqlab qolgan. Buning xatoligini qanday hisoblaymiz desa, buning xatoligi yerdagi hodisini xato tushunib, xato hisoblab qolgan. Qanday? Jang tugudi-ku. Kupparlar qaçdı-ku, kupparlarning bayrog'i yerga tushdi-ku. Deb o'ylab g'animat elish uchun bir qog'ayri bor. Bu xatolik. Endi bu lekin o'zining maydonidan voz kechgan insonlar emas. Iymon doirasidan chiqib ketgan insonlar emas. Mavla Alloh subhanahu va taolo ularning islomga bo'lgan ixlosining ustida qolib qolganligiga hurmat qiladi. Ammo masalalarni xato tushunganligiga qarata, xato mo'ljallik kelganligiga qarata jazolaydi. Ikkili masala aniq. Allah bunun mu'minlik sepede qap qolganligi, iymoni qo'ygan ixlosi, dini qo'ygan ixlosi, bu yo'l qo'ygan sadoqatmanlik tufaylidan bularga eminlik, xotirjamlik berdi va o'tkazgan xatolik yuzidan jazolaydi. Allohning adolati o'rtada. Nayt aniq demakchi. Yana bir guruhni Alloh subhanahu va taolo nima deb tasvirlaydi? Va toifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqq dannal jahiliye. Yani bir grup kişiler bulup bularni o'zi g'am bo'lib qolgan, bularga eng cho'ng g'am o'zi bo'lib qolgan, Allohga nisbatan haqsiz shaklda o'yladi bo'ladi jahiliyatlarcha. Endi bu toifa degandan keyin o'rtadagi hukm surayotgan bir tushunch sohiblari ko'rsatadi. Odatda jamiyatda bir xil tushunchning atrofiga, garchi bular birga yig'ilib bir guruh bo'lmasa-mu, maxsus guruh qurilgan tashkilot bo'lmasa-mu, bir fikrining atrofiga uyushgan bir odamlar shu fikr bilan bir toif bo'ladi. Iymon fikrining atrofiga uyushganlar ibodatga toif bo'lsa, Alloh ularga aminlik cho'g'izgan mayada bir fikr bor, jahiliyat fikri. O fikr olsa-mu sel turib chiqdi ya. Ayatni tarjima qildik.
Biz nimaga erishimiz bu yerga kelib? G'alaba qilalamdi, qilamamdi, g'animatga erishmamdi degan fikr sohiblari va mushu fikr sohiblari bir toifa hisoblanadi. Mana bu kishilar har xil haqsiz bir shaklda o'ylarda bo'ladi. Masalan, hozirgi oyatda tilga ilingan bularning haqsiz shakldagi zonnal jahiliya degani jahiliyatninki degan ifodasi bu başdan, bu yo'lning beshidan tortib, pulning kallasida masala nima emas, aniq emas. Mushu oyatdagi bularni o'zi g'amga tushirib qo'ygan, bular jahiliyatlarcha o'yladi buludu. Buni deydiki, hallana minal amri min shay. Bayatni tarjima qilgan vaqtim ikki xil tushuncha berdim. Bizga bu ishdan bir narsa bo'lsa, bormi degan yerda ikki xil tushuncha bor. Bizga bir narsa bormi degani, ya'ni bayatni mantilga olgan bu toifaninki shu atrofda cho'gilayotgan bir fikrininki aks etgan bir tarafi. U fikr o'simi nima desa, nifoq fikrisi. Bulardagi nifoq fikrisi. Amaliyotda nifoq fikrisining atrofiga kelib qolgan hammasi bir toifa, bir jamoat hisoblanadi. Bularni hech kim u shaklda tashkillamasa-mu, bular tabiiy shu shaklda tashkillanadi. Gerçi aloqasi bo'lmasin bilan, ammo o fikr o'xshash bo'lgandan keyin shu fikr bo'yicha harakat qiladi. O'ziga xos bir siyosat bo'ladi bularningki, o'ziga xos bir gap bo'ladi, gap birlik bo'ladi, fikr birlik bo'ladi. Bularning tunji sifati oyatda deyilgandek g'ami o'zidan boshlanadi. Jangi kirsimi o'zini o'ylab kiradi, chiqsimi o'zini o'ylab chiqadi, g'alaba qilsimi jang avval o'zini o'ylaydi, mag'lub bo'lsimi o'zini o'ylaydi. Bu birinchi alomat. Ikkinchi alomat, bular Alloh haqida haqsizlarcha, jahiliyatlarcha o'yladi bo'ladi. Haq masalasi bo'lmaydi. Haq deb bir ifoda bor. Haq muqim, o'zgarmas bir narsa. Haq bir umumlashgan bir prinsip amaliyotda. Alloh haq, osmon zaminni yaratdi. Koinotning hammasini haq bilan yaratdi. O'zining kitobini haq bilan tushadi. Kitobning hammasi nima? Haq. Mush nuqtalarda bular aksicha o'ylaydi. Holbuki haq tursa, dunyoning bir qonuniyati bilan yaratdi. Allohning qonuniyati dunyoni yaratgan vaqtida hozir qanday qilib davom qildi. Alloh har doim haq satga, haq prinsipga, haq yo'ldagilarga yordam beradi. Shunda xiloflik qilinsa, buning natijasini ko'rsatib qo'ydi. Bular mushu nuqtalarda ta'tir o'ylaydilar. Deydiki, "Voy biz degan mu'min sepi turib, Alloh bizga yordam bermadi. Bizga va'da qilib turib, bizga yordam qilmadi" deb, asli Alloh urlashtirgan bir prinsip bor. G'alaba qilishning bir prinsipi bor. Sabab qonuniyati bor. Sabab qonuniyatini bular unutuydi bular. Bu sabab qonuniyat agar amal qilinsa buning prinsipiga kim bo'lsa g'alaba qiladi. Chunki bu vaqtida haqiqatning tamsilchisiga aylanadi. Ilohiy yo'lning, Rabbaniy yo'lningki vakil bo'ladi vaqtida, shunga tamsil qiladi. Undan bu Alloh bilan tuzgan to'xtamning ishi bo'ladi. Alloh bu vaqt yordam beradi. Agar bu sabab qonuniyatlarga qarshilik qilingan vaqtda, amal qilingan vaqtda kim bo'lsa mag'lub bo'ladi? Hatto Rasululloh shu safning ichida bo'lgan taqdirdami mag'lub bo'ladi. Uhudda ko'rinimizda. Bu yerda hech kimga yonbisish yo'q. Prinsip qarshilik qilgan o'zining jazosini oladi. Prinsip bo'yicha mangan g'alabaga erishadi. Alloh haqida Mavlodak xato tushunchada bo'lmaslik, ammo matoifininki, mag'rur kishilarninki alohidligi shu, xususiyati shu. Bular birinchidan o'zini ham qiladi, g'ami o'zi, ikkinchidan Alloh haqida har xil xato o'y fikrida bo'ladi. Shunga bu yerda ini qilish kerak masala. Velav Rasululloh bo'lgan taqdirdimi, Allohning habibi bo'lgan taqdirdimi, prinsipga xiloflik qildimi, buning natijasi o'rtaga chiqish kerak. Tovlanish kerak maqsad. Bu yerdagi bular jahiliyatlarcha o'ydi bo'ladi Allohga nisbatan degani, ya shu islomni tushunmagan, bu prinsipni tushunmagan kishilarda fikr qiladi deb tushunsak-mi bo'ladi? Yoki bo'lmasa jahiliyat degan so'z har qanday bir aqlsizlikningki bir belgisi sifatida tushunsak-mi bo'ladi? Bu aqlsizlikningki mashta ba'zi o'rinlarda, jiddiy paytlarda qana qiladigan, o'rtaga chiqadigan bir amaliy ta'siri bo'ladi.
Endi oyatga kelayli. Oyatda yaquluna hallana min al-amri min shay. Bizga bu ishdan biror narsa bormi? Tarjima shular. Ya'ni buning izohati nima bo'lsa, ikki xil izohati bor. Birisi biz g'alaba qila oldikmi? Zafar qucha oldikmi? G'animat ola oldikmi? Bu bir. Ya'ni böyle tapıqıgan şekilde. İkinci xil tushunchasi, biz bu jangga chiqqan vaqtda bizning fikrimizni olganmi? Ya'ni bizning fikrimiz siz chiqqansizlar bu jangga. Biz asli Madinada turib olib, chiqmayil degan. Ammo siz chiqimiz degan ikki xil ma'noni o'z yo'lida oyat. Allah buning raddiya qiladigan danki ishlarning hammasi Allohga oid. Bular iymoniy o'tkir ko'zlikka ega emas bular. Nima uchun Allohning bularga majangda g'alaba ato qilmaganligini bular tushunmaydi. Faqat shu g'alaba qilamidi deblam tushunadi. Amaliyotda bu g'alaba. Nima uchun g'alaba deymiz buni? Bu jang bizga shuni isbotlab berdiki, prinsip xiloflik qilinsa g'alaba yo'q. Unda o'ganda shu nuqtadan islom g'alaba qildi bu jangda. İslam prinsipining haqiqiyligi o'rtaga chiqdi. Lekin kim mag'lub bo'ldi? O'zini islomga tava desimi, shu prinsipdan chetnigan kishilar. Shunga majangda, Uhud jangida islom g'alaba qildi. İslamga mansub bo'lsa-mu, prinsipga xilof qilganlar mag'lub bo'ldi. Shunga biz islom bilan islomga mansub bo'lganlarning ikkisining o'rtasida farq borligini va bu ikkisiga hukm qilgan vaqtda farqlandirib hukm qilishning kerak ekanligiga alohida diqqat qilishimiz kerak. Hargizmi islomga mansub bo'lganlarning hukmini islomga emasligimiz kerak. Illaki shu mansub bo'lganlar islomda chin tursa, prinsiplarga amal qilsa vaqti boshqa. Nimishqa Allah subhanahu va taolo bir dinni berdi bizga. Bu din insonlarning hayotiga hukm chiqarsin, hayotini intizomlashtirsin deb berdi. Nurg'un qonunlarni chiqardi, nurg'un ishlarni harom qildi, nurg'un ishlarni halol qildi, harom qildi, qonun chiqardi deganning ma'nosi mushu dinga mansub bo'lganlar shu halol qildigan yeriga, harom qildigan yeriga, qonun chiqargan yerda xiloflik qilish ehtimoli bor degan gap. Masalan, islom zanini zina qilib solgan odamga bir jazo belgiladi, o'g'riga bir jazo belgiladi. Mushu jazoni belgilaganlikning o'zi jamiyatda shunday ish yuz beradi degan gap. Bergan shu ishlarning oldini olish uchun belgilangan jazo bu. Qanaqadir bu jazoni belgilaganligi islom o'g'irlikni tashabbus qildi yoki yomon ishni tashabbus qildi deganlik emas bu. Shunga islom bilan mansub bo'lganlarningki hukmi bir emas. Illaki mansub bo'lganlar tam islom qonuniga, islom prinsipiga uyg'unlashmasa bu islom vakillik qila oladi, bo'lmasa bular ayrı masala, islom ayrı masala. Shu Uhuddagi mag'lubiyat islomning emas. Balki mansub bo'lganlarning islomcha g'alaba qildi, qana g'alaba qildi, o'zining haqiqatligini isbotladiki, prinsipga amal qilsang g'alaba qilsa, amal qilmasang mag'lub bo'lsa, ko'rding ana. Bu islomning g'alabasi amaliyotda. Bu nuqtani bular tushunmaydi. Shunga bu jahiliyatning fikri va bularning tushunmaganlik degan gap mavzu. Zannal jahiliya deganimiz bularning kallasida bu fikr islomni tushunmaganlik fikri. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Bularning qalbida san oshkorlamagan nurg'un narsalarni maxfiy qiladi bular. Deydi-ku bular, agar biz uchun ishdan bir narsa bo'lgan bo'lsa, ibodatdan qoyatdan o'xshash oyat yana tushunchimiz ikki xil ilinadi. Biz bu yerda o'ldirilmaydi, to'xtaydi. Bu bir rasulullohchilik bularga nisbatan. Chunki bular ig'izdan chiqarmagan bu gapni. Ko'nglida batdi hammasininki. Chunki bayatni dedik ya, bu xil guruh kishilarning kallasida o'rtaq bir fikr bor. O'zim o'zi. Mush nuqtadan jangga chiqqan bo'lg'achqa mutlaqo bularning kallasida mush gap bor. Ya'ni ikki xil tarjima bo'yicha olsak, agar biz uchun bir narsa bo'lgan bo'lsa, biz bu yerda bizga va'da qilinganday g'alaba qila olgan bo'lsak, yoki g'animat ola olgan bo'lsak, bizga voy jangda g'alaba qilamiz, Alloh mu'minlarga yordam berdi deb akagan bizni. G'alaba qila olgan bo'lsak, o'ldirilmaydi. Bu bir xil tushunch. Yana birisi, biz ash Madinadan chiqmayil deyishgan. Agar bizning gapimizni anglab chiqmagan bo'lsak, o'ldirilmaydi degan bir shaklda bular o'zining ichida mushu o'rtaqlik bor bo'ladi. Mushu narsa qaynaydi, mushu narsa kallasida cho'glaydi buning. Alloh buni qanaqa qildi, echvatdi. Bu yerda bilar bir aqlsizlik qildiki, o'lim yoki o'ldirilishni bir sababga bog'lab qo'ydi bular. Kim deydi o'lim, o'ldirilish mutlaq bir sababga bog'liq deb?
Ölüm degan insonning hayotini yo'q qiladigan bir hodisa. Buning ne sababi oshkora emas, ne zamoni oshkora emas, ne makoni oshkora emas, ne umri oshkora emas. Ashta narsani akilib bir voqea bilan bog'lab qo'yishning o'zi tam ahvolini tushunmaganlik. Agar ashulning ashiga bir Rasululloh bo'lsa, unda jangga qatnashmay o'lgan nurg'un insonlar bor. Jangga kirmay o'ldirilgan nurg'un insonlar bor. Gaping Rasululloh bo'lsa, bunda jangga kirgan boshqa o'lim bo'lmasa, ketib olsak nima odam o'lib qoladi. Anglaymiz. Har kuni niyat namozini o'qiymiz janozani. Agar inson ashta bir yagi bo'lmasa, ashta bir jangga qatnashmasa, ashta bir o'rinda turmasa, o'lmaydigan ishib qolsa, jangdan boshqa hech joyda o'lim bo'lmusulatdi. O'lim masalasi ne vaqti, zamoni, voqeasi, umri hech nima sabablik emas. O'lidiga sho'p qolsa, qanaqa yuradi? O'laveradi. Demak, bular bir o'lish masalasini mush bir voqeaga bog'lab, misha kamigan bo'lsa, o'lmaydi, kelgandikan o'ldi deydigan deganlik uchun bular iymon doirasidan chiqib ketdi bular. İman to'xtamidan, iymon sohasidan qanaq chiqib ketdi bular. Allah bunga raddiya berib deyotdi, "Dangi Muhammad alayhisalom, agar uyangda bo'lgan taqdirdami, o'ltirilish gadinga putilgan insonlar ash o'ltirilgan keladi." Hatto mayit o'lmoqchi bo'lgan odam o'zining o'limiga o qadar aldiraydi-ki, angliq bir xabarlarda bir kishi bir aeroplanga kechikib qolgan bir yarım soat atrofida night bek talishib, masalan, aerodromdagi xodimlar bilan aerodromdan ishgan taqab bo'lgandan kelganda bek talishib chiqqan aeroplanga. Men zodi musharraflardan qolsam bo'lmaydi deb, "Yo'q, ish taqaldi. Vaqt to'shdi, sen kechikding" desa, unumay jidallashib aeroplanga chiqib, shu aeroplan tushib ketib o'lgan vaqani oldi. Bu qadar o'zining o'limiga aldirgan ahvollar bor. Ba'zi bir operatsiyalar bor. Doktorning oldiga kiradi. Doktor o'zininki navbat bir oydan keyin keladiganligini uningga aytsa, u azroq pul berib, mana balduroq operatsiya qilib qo'ysangiz deb, xalqning navbatiga operatsiya qilinib, operatsiyadan chiqqanma o'lib ketgan aynan bu o'zining xuddi o'zining o'limiga. Demak, o'lim masalasi insonning bir voqea, o'rin, zamon, makonga bog'lanib qolishiga munosabatlik emas. O'lidigan sho'p qolsa, shu inson ne do'sin shakiladi. Agar bir sababli o'lidigan sho'p qolsa, inson har qanchalik kelsin shu ishni cho'qim qiladi. Palani vaqt o'lidigan sho'p qolsa, shu vaqtda shu o'lidigan yerga mutlaqo berib turadi. Bu masala mushuni bilan tugadi. O'lim masalasi bu. Buni hatto dinga ishonmaydigan odamlarmi bundan ortiq tushuntirish bermaydi o'lim masalasiga. Chunki atrofda hech kim o'zining o'lidiganini bilmayotdi, ham bilmaydi. Tuyuqsiz ilib ketyapti masalan. Bu masala ait aniq masala. Şoňa Allah subhanahu wa taala oyatda bularga raddiya berib, masala o'rtada. O'lim tutilgan bo'lsa, nega osanla baratdingmi? O biçenge o'tiq kelib qolganga o'lmaydigan odam o'lib qoladigan ish yo'q. Cho'qim o'lim tutilganlar nada bo'lsa o'ladi. Andan oxirida Allah subhanahu wa taala masalani o'rtaga tashlab, bularning hammasini mo'jiza Allah subhanahu wa taala qalbinglardikini imtihonsini qilish uchun. Çoqum tecrübeden ötkizish uchun. Ve liyumahhisa ma fi qulubikum, qalbinglardagilarni oydinlashtirish uchun. Nimishqa? Chunki bu sinoqdan o'tganlar kelgusida islom bayrog'ini, islom vazifasini ustiga oladiganlar bular tanlanish kerak. Tanlanmasa qanday bularga vazifa bo'ldi? Rasululloh Uhudga chiqimiz deb chaqirgan vaqtida, hatto Uhudga kelganga qadar diqqat qilsak, bir bilib kishilar Ubay ibn Abdullah ibn Ubayning vasitasi bilan qilib qolganlar bor. Bular birinchi qitimliq tasqash, tanlash ya'ni. Undan keyin tog' ustidagi o'qchilishga bilandi. Bu ikkinchi qitimliq qana qilish, tozalanish ya'ni, tanlanish. Birisi tog' ustida turdi, yana birisi g'animat uchun pastga tushdi. Shundan keyin Rasululloh o'ltirildi deb xabar taqidi. Bu 3-qitimliq tanlanish. Bularning hammasi oyatda deyilgandek, "Valiyabtaliyallohu ma fi sudurikum." Allah sizning qalbingizdagini imtihon qilish va qalbingizni ayirish uchun Allah qalb eglarini obdan biladi. İnsan hamda
o'zining ko'ngligini yushirishga bek intiladi. Navbat kelib qolsa demaydi qalbidagini. Ammo Alloh subhanahu va taolo uni obdan biladi. Har maydonda uni rasvo qiladi agar u yolg'onchi bo'lib qolsa. Rostchi bo'lib qolsa uni o'rtaga chiqaradi. Mana amaliy maydon, Uhudga o'xshash, Badrga o'xshash va undan keyingi maydonlar amaliy maydon har insonningki ya rasvo bo'ladigan amaliy maydoni yoki bo'lmasa rostlikqa aydınlaşadigan maydon. Allah buni obdan biladi va kishilarning o'ttirisida masalani aydınlashtirish uchun ana shunday voqealar orqali bizni qana qiladi, ayiradi. Buning hammasi Alloh subhanahu va taoloninki Uhud darsidan bizga deb berganlari, Badr Uhud janglaridagi ibrat savoqlardan bizga berganlari. Bugun vaqt munosabati bilan mushayda to'xtaymiz. Inshaalloh 155-oyatni kelasi soatlik darsda o'qiymiz. Kelasi soatda ko'rishganga qadar hammanglarni Allohga topshirdim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.